Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 25-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollar Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Uning rasmiy kursi 82 so'mga pastlab 1 AQSh dollari 12.019 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.201.908 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 122 so'mga pastlab 1 yevro 13.689 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.368.973 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.12 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 153 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 153 ming so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro hamda Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat.